Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Bizda o'zbek yona navbatlarda hech kimda bo'lmagan birinchi bizda bo'lyapti. Ko'ringlarchi bitta oshxona va qassob navbatlar uchun naqshlariga nima deyapsizlar? Qani soplari ilidan foydalanganmiz, orqalariga mislarni yopishtirib, birmish baylab, chiroyli qilib 3 talik zakilovka sop oxirigacha o'tgan naqshlarni qo'l mehnati ko'rib qo'yaverasizlar yaqinroqdan. Lezvalari pachimniga bo'ymadan ishlangan, ustara forma bo'ldi. Buni kesishlari o'ta go'zal. Yuqa qog'ozlarni ham yuklanganmi, yuklanmaganmi qiziq kesaveradi. Oshxonaga ham, qassobchilikka ham juda ketadigan narsa. Uyda bo'lsa zo'r, ayollar uchun ham kichkinalari bor, meva-chevaga ham padarka qilsalar ham arziydigan. Kattaroq pichog'i. Bularni donaga olsanglar ham jo'natib beraveramiz. Har qaytga O'zbekiston bo'ylab. Bu terilashga ham keyin uyda ishlatgani ham bo'laveradi. Buni bitta yog'lab qo'yib ishlatsangiz, maza qilib ishlatasizlar, zang olmaydi. Keyin kamida bir 10 yil piyonani ko'tga qayrab ishlatsanglar ham bo'laveradi. Ustaga berib chaqlatmasdan bemalol o'zingiz uyda shunday chaqlab olaverasizlar. Mana shunaqa navbatlar kimga qiziq bo'lsa, kommentga linkchaga yozib qo'yinglar. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Narxlarni ham aytib o'tib ketamiz. $150 ga dastavka xizmati bilan yoki biror joyga chiqib ketadigan bo'lsa-da, alohida dokumentlar qo'yib beramiz bularning ichida. Mayli, sog' bo'lasizlar. Nomerlarimizni yozib qo'yamiz.